Assalomu alaykum. Bizning bugungi kunimiz. Bugun necha sana? 27-mart. 2 kundan keyin Happy Birthday qilar ekanmiz. Xolos, bugungi kunimiz boshlandi. Bugungi birinchi lokatsiyamiz uyg'onishimiz o'zi soat 11 da bo'ldimi? 10 da bo'ldi. Chunki kecha juda ham og'ir kun bo'lgan. Durdonani uyga tashlamadik hali ham. Bugun ham biz bilan kechroq tashlaymiz. Solihani uyqusi kelgan, uxlamoqchi, shapkasini topolmadik, boshqa shapkaga alishtirdik. Hop, ertalabdan boshqa lokatsiyaga ketamiz. Hozir kechagi videoni joylash bilan bandlar bilan. Hop, birinchi chinni do'konga boramiz, keyin amerikanskiy do'konni ko'rsatamiz sizlarga. Amerikaga borib qolganday atmosferani ko'rasizlar. Keyin yana lokatsiyalarni sekin-sekin ko'rsatamiz. Bizda ko'cha yomg'irli o'rtoqlar. Sergelidan chiqib ketamiz, ko'chada yomg'ir. Mashinani ham alishtiramiz, planda bor bugun. O'rtoqlar, biz keyingi lokatsiyaga keldik va nihoyat mana Chinniboy do'konimizga to'yist. Вот. Skidkalar, yangi tovarlar juda ham ko'paygan va hozir bu yerda post, storieslar olib keyin o'sha Toshkentga yo'l olamiz. Mana bular ham bo'tdi. Durdona biz bilan burada уже skidkalarni syomka qilamiz. No qizim uyg'onib oldi, uxlab. No hali ham uyqusirab turibdi. Qizlar, biz syomkani qilib bo'ldik. To'yist hozir 1 soatdan oshib ketdi vaqtimiz. Soliha bilan juda qiynalyapmiz. Chunki bitta odam syomka qilish kerak, bitta odam hozir targetda o'tiribdi. Kecha qizim bundoq qara yonimizga olganimizga. Buni syomkasi bor-ku bugun, o'sha uchun biz bilan. Bo'lmasa buvsida bo'lar-da. Bu yoqda mana Durdona. Charchadingizmi? Hozir ketamiz bitta joyga yana. Tillarni qaraylar. Ha. Keyin nima bo'ldi? Keyin nima bo'ldi? Aytib ber. Nima bo'ldi keyin? Aytchi. Yomon ish bo'pti-da, qizim. Ha, voy. Ha, keyin nima qilding? Urdingmi sen? Ate. Hali ham yomg'ir. Soat esa 1:00. Biz yo'lga chiqdik. Bular hozir sochlarini sartarosh qilib chiqadilar. Ketyapmiz. Toshkent ko'chalari yomg'irli havo. Soliha esa hali ham bizani asabiylashtirishda davom etyapti. Mayli. Hop. Nima deysiz, hop deymiz. Durdona hali ham biz bilan. Soliha sartarosh kirib ketdilar. Soat 1:11 bo'ldi. Qancha minut chiqarganlar. Soliha esa qorin to'qlash g'amida. 3 minutda chiqdilar. Tez chiqdingizmi desam, ham mashinani olish uchun chiqibdilar. Sochlari yuvilgan, hali quritmabdilar. 3 minutda soch yuvishibdi, rekord. Qizlar, biz o'sha Toshkentga keldik, ko'rsanglar bo'ladi. Bilasizlar, amerikanskiy narsalarni polni O'zbekistonga olib kelib sotadilar. Hamma narsalar original brendli narsalarda. Xolos, hozir biz bu yerda syomkadamiz. Ko'rsanglar bo'ladi, ko'p kiyimlari bor. Instagramda polni post qilamiz. Shunda ham ko'rsanglar bo'ladi. Mana syomkani zo'r bo'ladi hozir. Ola! Biz yana ishga ketyapmiz. Faqat yangi formalarda. Look alishtir, look такой. Amerikanskiy grill, amerikanskiy boy. Bo'lib Amerikaga go. O'sha Toshkent, rahmat Kamol opa, shunaqa chiroyli look uchun. Super, qizimizga ham ozgina kattaroq, o'zimiz zaten kattasini oldik, qiz bola barib tez katta bo'ladi, уже deb. Такой look oldik zato. Ketdik biz bu yoqqa. Bizda hozir syomka avjida. Kiyimlarni polni tayyorlashga ketyapmiz. Bu yoq ishim qismdagi bo'ladilar. Bu yoq yulduz, YouTube'ga kontent bu. Durdona ham ketdi. Ko'rib qopti. Boshqa ko'rinmayapti-da. YouTube'ga kontent. Assalomu alaykum xola. Intervyu bersangiz.
Ha, nima deydi? Nima dey? Opa kelganlar birinchi bo'lib hali ochilmadi-ku, lekin ancha-muncha narsa olib qo'ydilar. Xush kelibsiz. Shu. Birinchi menda, keyin boshqalarda. Mana Ha. Ha? buncha zo'r mana ochilishga tayyorgarlik. Mana boshqa zo'r ekan. Lekin tushunmadim. Yo'q, tushmadi. Olib kerak. Men bu yerdan olsam, mana shu Ochilishga qachonga kelishdi? YouTube'ga e'tiboring. 30-mart Soat nechida? 16:00. 16:00. Kevrasizlar 16:00da. Ertalab 10 ochiladi lekin do'kon. Ha, mashi shimmi umuman bilmaydigan narxlar qo'yilgan. Bunaqa shim hech qachon topolmaysizlar. Shahlo opam o'zi 10 ta oldi mana shimdan. Mana 10 ta oldilar mana shimdan mana. Nech pul? 69.000. 69.000. Lekin Qo'llab kelyapsan, to'g'risini aytinglar. Shahlo opam kiyganiga 69.000 ga o'xshamayapti. Kamida 350.000 deydilar. Men qattiqligini ko'rsatib qo'ying, bu hamma Xitoy emas lekin. Madin Turkiya. Gap yo'q. Turetskiy ham. 69.000. Turetskiy ham. YouTube'dan ko'rib, Instagramdan Nevshoy's Collection. Keyingi Nevshoy's lokatsiya. Collection Bu kirasizlar. o'zimizning do'kon. Instagramda topsanglar bo'ladi. Mana hozir do'kon hali pala-partish. 30-kunga ochilish bo'ladi. Qizlar, bizani oxirgi kunimiz. Вот. Bozorni oldiga keldik, bozorni ko'rgan. Уже durdonani tashladik va kecha kontentni televizorda ko'ramiz. Shu bilan bugun kun tugadi. Xayr. Soliha endi mushular bilan o'ynayapti. Solihadan qochadi mushular, qaranglar. Durdonlar bu yoqda. Hamma yetdi. Nima qotdi Soliha bular? Hadi. Mam ko'ryapti-da, ham qattiq ekan. Ha. Yur, oyoq kiyimlaringizni Kiringlar. chiqib ketamiz.